Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Xudo xolasa Farg'ona viloyatida ko'pchilik bilgan Kirgili bozordamiz. Ko'pchilik buni baraxolka deyshadi. Bugungi Xudo xolasa videomizda Nerjabeka mahsulotlarini sizlarga video qilib chiqarib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Birinchi marta video qilishim kimgadir foydali bo'lishi mumkin. Agar kimgadir qiziq bo'layotgan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa sizlarga to'liq qilib ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Sizlar izlabsizmi? To'g'risi birinchi marta obzor qilishim. Qatga nimaga olishimni bilmayman. O'zi bitta ko'rsatib ketaverasizmi? Qaysidan boshlaymiz? Farqi yo'q. Mana shundan boshlaylikmi? Mana stollardan boshlaylik. Aha, stol. Zagatovka stol deyiladi. Bu oshxonalarda bo'ladi. Zagatovka stol bu yangi. Toshkentdan keladi bular. Mana shular 650 ming, 600 ming sotyapmiz. Xo'p, bu tayini mana shilvorsa? Ha, shilvorsa. Naklika yangida bu. Mana shilingan, mana katlaman deyiladi. Nomi bu. Mo'yka. Yonida idish-tovoq teradigan, yuvib turib terib beradi. Yuvib turib teradi. Bu bashi 1 million 200 ashuna sotyapti. 1 million 200. Buni ma'lum mo'yka bittalik. Bittalik deyiladi. Bu ham Toshkent ishi. Yakkali. Yakka, ha. 600 ming, 650 ming sotyapmiz. Keyin buni ikkitaliklarimiz bor. Juplilar. Juplilarimiz, Nerjabeka ayaqlilarimiz bor. Bu ham 1,5 milliongacha. Nerjabeka ayaqli bittaligimiz 850 ming, 800 ming. Bular 100% Nerjabeka. Nerjabeka. Polni hamma yo'g'i ayaqli. Hech narsa bo'lmaydigan, xudo xolasa. Keyin bunaqa nimamiz bor? Stilaj. Stilajimiz bor. 4 xonali. 1 million 300, 1 million 200 sotyapti shularni. 1 million 300, 1 million. Toshkent ish shular ham. O'zimizdan chiqayotgan yo'q. Hali nakleykalar ham. Ha, nakleykaliklar bu pishirilmagan hali. Pishirilmagan. Keyin mana o'zimizda oddiy oshxonamizga qo'yilgan mandaqalar bor. 350 minggacha tepasi rossiyskiy. 350. Taya o'zimizda nimalar duradiganlar qilayotgan. Chiroyli ishlardan, Zo'r ma'lumotlar ham bor mana o'sha ichkarida. Bu hozir aytganimdan, mo o'sha stol. Bu hali yotilgan, stol. Zagat stol. Keyin bizda salomat bo'ling. Arab qog'oz beraman. Keling. Chegimizda nimalar bor? Mana bunaqa idishlar bor. Oshxonalarda nima qaynatadigan. Bunaqa kirgiza mashinalarni ham olamiz, eskisini sotiladi. Olamiz, sotamiz xullas. Sotamiz. Ulardan ham bor ekan. Ha, bu oshxonalarda tosh teradigan. Zo'r. Yangi u. Har xilidan bor ekan. Har xil. Bular bok. Boklar necha puldan? Ko'mir bilan o'tinda. Taygacha, oyoqlargacha Nerjabeka 1,5 milliongacha tayyor qilib beramiz. Vintil, hamma qo'yib. Hamma narsasi chiroyli qilib qo'yib beramiz. Gap yo'q. Bu tarafdan sizlarkimi? Ha, bu taraf ham bizniki. Bo'ldi, ko'rsataveramiz bitta. Xo'p. Mana ular o'choqqa qo'yadigan bok. 50 litr. 50. Ularni 80 litr. Litrlar hammasi bor. Har xilidan bor. Ha, mo'ykalarimiz bor, paddonlarimiz bor. Keyin har xil somonlarimiz bor. Ular hammasidan bor ekan-da. Nima kerak? Sefam sotamiz. Necha puldan narxlar? Ular zavodskiy. Ular 2 milliongacha. 2 milliongacha. Bulutli, baquvvatidan, zo'ridan. Xudo xolasa. Mana. Bu tarafdan nima bor edi? Vannalar bor. Mana bu taraf ham sizlar-ku? Bitta ko'rsatib ko'raylik mana. Ko'rsatavering. Shu gap yo'q. Bu tarafga o'tamizmi? Ketdik. 12. Vannalarda ko'rsataveramiz ichkarida. Boshladik. Vannalarda mana vannalar bilan ham shug'ullanamiz biz. Xo'p, bularni ham Toshkentdan olib kelamiz. Bular zavodskiy, radnoy kraska. Puttalik mashinani radnoy kraska deb sotishadi-ku shu. Kraskalanmagan, bitta yuvib qo'yamiz xolos. Xo'p, razmerlar har xili bor. 1,5, 170, 160. Ruchkaliklari ham bor. Ruchkalilar. O'zimiz eskidan bor. Ha, o'zimiz eski vannalar olamiz. Sotib olinadi. Ha. Keyin restavratsiya qilishimiz ham mumkin. Barterga ham qilsa. Ha, barter qilamiz. Eskisini berib turib, yangisini yetcha pul qo'shsa, shunaqa. Gaplashaveramiz. Ana ular qanaqalar? Bular plasmassa, haligi nimadan? Akril deyiladi. Boshlar narxi necha pul? Bular 600 ming. 600 ming. Ichkaridagilar necha puldan boshlanadi? Bular 1 million 200 dan, 100 dollardan 1,5 milliongacha, 1 million 900 minggacha sotdik. Har xilidan bor ekan. Opa 700 ming. Har xilidan bo'lib, aloqaga chiqarasizlar. Manzilni tushuntiramiz. Farg'ona viloyati Kirgili mavzesi mana eng katta darvozasi bu tarafda mana. Katta darvozasidan kirib kelganlarni birinchi vannaga kirar ekanda. Juma kundan tashqari har kuni shu yerda biz 9 dan 2 gacha ishlaymiz. Har kuni. 9 dan 2 gacha, juma kundan tashqari. Juma kundan tashqari. Tashqari mana shu
Konteynerchilar bemalol kelaverasizlar. Bu tarafda mana Nerjabeka jichursalarning, Nerjabeka qatori Xudo xolasa. Akalar nomerini pastda qoldirib qo'yamiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish bor, Xudo xolasa. Xudo xolasa kelishib yo'q, aha. Xohlasa kelishib qolmasa O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. Obuna bo'lib qolsangiz shunaqa videolar sizlarga birinchilardan bo'lib chiqib turadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.